Dollar haqida shoshilinch va muhim ma'lumot e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 22 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 45,02 so'mga oshdi va 12.937,93 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 152,88 so'mga ko'tarildi va 14.665,14 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 0,76 so'mga yuqorilab 161,10 so'mni tashkil etdi. Eslatib o'tamiz, Markaziy bank mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmaydi. Dollar haqidagi eng kerakli va muhim ma'lumotlarni doimo bilib turmoqchi bo'lsangiz, albatta 3/5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Barcha uchun kerakli bo'lgan mavzudagi videoroliklarni tayyorlab, taqdim etib borishda davom etamiz.